bu o'qishingga, bu ro'zg'oringga, bu bo'lsa yo'l kirangga. Dada, bularning hammasini kartalarga tashlasangiz bo'lmasmidi? Albatta bo'lar edi. Keling, qaysi karta nima uchun to'g'ri kelishini ko'rib chiqamiz. Bank ilovasida turli maqsadlar uchun har xil kartalarni ochish mumkin. Virtual karta xavfsiz onlayn xaridlar uchun. Uni hattoki o'zingiz bilan olib yurishingiz shart emas. Xalqaro karta chet elga chiqishga asqotadi. Elektron hamyon tez pul o'tkazmalari va xizmatlarga to'lash uchun. Cobaygen kartasi esa o'zida turli to'lov tizimlari afzalliklarini birlashtiradi. Dada, qarang. Barcha kartalarni shu yerning o'zida boshqarish mumkin. U yerda ham konvertlarni ochsa bo'ladimi? Ha, turli maqsadlar uchun jismoniy kartalar oching, mablag'laringizni qulay va xavfsiz boshqaring. Finlit.uz manbalaridan yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'ling.